kelin ko'ylakni qiz tomon qilish kerakmi yo kuyov tomon qilish kerak? Qiz tomon 100%. Nega kuyov tomon qilsachi? Kuyov tomon shuncha rasot qilyapti, endi bitta ko'ylak jalq emas. Kuyov tomon. Kuyov. Qiz tomon qilib qo'ygani ma'qul aka. Sizni fikringiz qanaqa? Kommentariyga yozib keting. Nega aynan kuyov tomon qilish kerak? Kuyov kela oladi-ku. Opacha, hozirgi paytda kelin ko'ylakni qiz taraf ko'proq qilyaptimi yo kuyov tarafmi? Hozirda asosan kuyov taraf qilyapti kelin ko'ylakni. Kelin ko'ylakni ko'rib turibman. Qanaqa bonusda yoki qanaqa skidkalar qilib bera oling? Kelin ko'ylakni narxiga, ya'ni kelin ko'ylakni o'zini sotib olishadi ijaraga. Kelin ko'ylakning ichiga bonuslar qo'shib berganmiz. Barcha aksessuarlari kelin ko'ylak uchun 2 xil fotalarimiz, oyoq kiyimlar, утренний vest uchun pijama va unga qo'shib korobka, manikelarigacha qilib beramiz hammasini. Xullas, qadrli yigitlar, yangi yo'ldagi Zoldushka Wedding saloniga kelsanglar, barcha yangi turdagi va yangicha dizayndagi kelin ko'ylaklarni yangi kelinlarga olib bersanglar bo'ladi. Manzil shundoqqina Sobir Rahimov Dekas marketi to'g'risida Zoldushka Wedding. Hammanglarni kutib qolamiz.